Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan Toshkentga qatnay turgan reyslarimiz davom etyapti. Sankt-Peterburg, Toshkent, Sankt-Peterburg, Samarqand, Moskva, Toshkent, Moskva, Samarqand yo'nalishida har kuniga reyslarimiz bor. Bu avtobusimiz to'lda chiqib ketyapti. Bunisi pasadga bo'lyapti azizlar. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqa chiqib olasizlar. Qisqachagina avtobus ishlarini avzoq beramiz. Yo'lovchilarimiz hozir yo'lga chiqib ketish kutishyapti. Har bir yo'lovchiga ikkitadan so'mga bepul, dokumentida yo'q kamchiligi borlarga javob berib olib ketamiz. Avtobus ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Zaryadnik, konditsioner hammasi ishlaydi. Aloqaga chiqib orasizlar, shuncha nomerlarni qoldirib qo'yapmiz. Nasib bo'lsa ketyapmiz. Yaxshi ketyapsizmi aka? Normali, hammasi zo'r. Avtobus ishlarini ko'rdingizmi? Normali, luks kelaylar qo'rqmasdan. Rahmat. Ishonchli. Yaxshi. Nasib bo'lsa bugun soat 7:00 da yo'lga chiqamiz. Moskva, Toshkent yo'nalishi bo'yicha. Gap yo'q aka. Oq yo'l yaxshi. Sog' bo'linglar. Salom. Hammaga. Bemalol aloqaga chiqib orasizlar azizlar, har kuni bo'ladi.